5 santimetrlik polistirol lombozning o'zi issiqlik ushlaydimi, ushlamaydi degan akalar uchun eksperiment o'tkazib beraman. Mana bu yerda 260 graduslik olovni qo'yaman, akalar. Mana bu tarafdan olov urib turgan paytda men sizlarga kelinglar shu haqida ma'lumot beraman. Bu polistirol lombozlarimiz qop ko'rinishda bo'ladi va bitta qopi 3 metr kvadrat ketadi. Agarda xuddi shunaqa 5 santimetr qalinda to'shilgan bo'lsa. Bu polistirol lombozlarimizning qolgan lombozlardan afzaliy tarafi shundan iboratki, uni 2 kishi bemalol tayyorlab, osongina to'shib olsangiz bo'ladi. Bu polistirol lombozlarimizning sostavida polistirol granulasi bo'lganligi uchun o'ziga nam tortmaydi, vesiga yengil va ekologik 100% toza bo'lgan bu mahsulotlarimizni va hozirgi qilayotgan eksperimentimizda ham men sizlarga teplovizorda ko'rsatib beraman. Mana bu atrofini ko'rasizlarmi? Mana umuman o'ziga issiq ushlamaganligini ko'rsanglar bo'ladi. Berayotgan sirligimiz 260 gradusli issiq beryapmiz. Hozir bu polistirol lombozimizni shunday qo'lim bilan olaman-da, bu yoq tarafini bemalol yuzimga bossam bo'ladi. Muzdekina holat bo'lib turibdi. Boshqachasiga sizlarga isbotlab beraman. Bu yoq tarafdan chiqayotgan issiqlikni kamera olib bera olmaydi, lekin umumiy ko'rinib turibdi. Juda ham issiq. Mana akalar. Xullas 5 santimetrlik polistirol lombozimiz taxminan 20-25 santimetrlik loy lomboz issiq suvni ushlab qoladi va loy lombozga qaraganda 5 marta yengil hisoblanadi. Narxiga ham loy lombozning arzonshishi haqida ko'p ma'lumotlar berganmizda, uni profilini topib olsangiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, kommentariyaga yozib qo'yganman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, eng yaqin do'stlarga lomboz sotgan do'stlarga tashlab qo'yasiz. Assalomu alaykum.